Barmanglar hammaga assalomu alaykum. Kimni do'koniga kelyapman, topinglar. Xudo xolisa Fisherman do'koniga tashrif buyuramiz. Sherzod bo'yinlarimizni shu do'konga xudo xolisa buyurtma asosida olib kelib beramiz inshaalloh. Fisherman do'koniga tashrif buyurdik. Xudo xolisa hozir esa bo'yinlarimizni topamiz. Xudo xolisa Fisherman do'koniga baliqlarni, ya'ni Sherzod bo'yinlarini chiroyli qilib taxlab qo'ydik. Bemalol Uchtepa tumani Chilonzor tumanida shu Fisherman do'koniga kelib Sherzod bo'yinlarini arigilarini olasizlar. O'zim shaxsan olib kelib berdim. Hech qanaqa podyokalar yo'q yo'q. To'g'risi. Xo'sh, Fisherman do'koniga Sherzod bo'yinlarini topshirib bo'ldik. Fisherman do'konini bilmaganlar uchun hozir bu taraf ko'rsataman. Uchtepa hokimiyatdan kirib kelasizlar bu yoqqa. Mabodo lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimga Fisherman do'konining lokatsiyasini qo'yib qo'yaman. Sog' bo'lasizlar. Kimga taklif, murojaatlar va do'koningizga Sherzod bo'yin kerak bo'lsa, pastda yozilgan raqamga telefon qiling.